Klassika fanta zavqi bilan to'qnashganda u paydo bo'ladi. Mazzali sermeva yangi Fanta Duchess. Fanta uslubidagi Duchessni tatib ko'ring. Xohlaysanmi? Qo'rqinchli 100 ta fakt. Qani ketdik. Har yili o'rtacha 50 mingdan ortiq odamlar bedarak yo'qoladi. Vafot etganingizdan so'ng tirnoqlaringiz va sochlaringiz o'sishda davom etadi. O'lik tanalar ba'zida qimirlaydi. AQShda har yili yuzlab jasadlar topilmaydi va ular o'rmonlarda chirib ketadi. Odam miyasi o'limidan keyin bir necha daqiqa faol bo'ladi. Har yili chaqmoq urushidan 24 mingga yaqin inson halok bo'ladi. Garvard universiteti kutubxonasida odam terisidan yasalgan kitob bor. Bir odam umri davomida o'rtacha 70 ta hasharotni yutib yuboradi. Dunyo bo'yicha hali ham odam go'shtini yeb yashaydigan qabilalar mavjud. Odamlar o'lishidan oldingi tushlarida vafot etib ketgan tanishlarini ko'rishadi. To'linoy tunda jinoyatlarni yanada kuchayishiga yordam beradi. Agar tushingizda noma'lum shaxsni ko'rgan bo'lsangiz, bu ruh bo'lishi mumkin. Inson tanasi tonggi 3-4 larda kuchsiz bo'ladi va bu vaqtda ko'plab odamlar vafot etishadi. Agar siz kechasi uxlay olmasangiz, kimningdir tushida bo'lasiz. Jinlar bilan o'ynashsangiz, ular sizni ta'qib qilishni boshlashadi. 80% yosh bolalarning mavjud bo'lmagan xayoliy do'stlari bo'ladi. Sizning tug'ilgan kuningiz kuni o'rtacha 153 ming odam vafot etadi. Ko'plab odamlar 2:12 da to'satdan uyg'onib ketishadi. Aksirganimizda ruhimiz tanamizdan chiqib ketmoqchi bo'ladi. Agar tushingizda turmushga chiqsangiz, darhol uyg'oning, chunki u shayton bo'lishi mumkin. Siz tushingizda o'qiy olmaysiz va vaqtni ayta olmaysiz. Qorong'ulikda 3 kun qolsangiz, mavjud bo'lmagan tovushlarni eshitishni boshlaysiz. Chivinlar tashiydigan infeksiya orqali har yili millionlab odamlar o'lishadi. Odam o'limidan keyin 3 daqiqagacha atrofdagi ovozlarni eshitadi. Har yili minglab jasadlar kanalizatsiya quvurlaridan topiladi. Tushingizda siz hech qachon o'zingizni o'ldira olmaysiz. Tushda marhum qarindoshingiz sizga biror gap aytsa, bu ko'pincha ogohlantiruvchi belgi bo'ladi. Har kuni 600 dan ortiq odamlar o'z uyida yolg'iz o'lib ketishadi va bir necha hafta bu haqida hech kim bilmay qoladi. Chuqur stress vaqtida inson miyasi real bo'lmagan narsalarni ko'rishni boshlaydi. Uyda yolg'iz qolganingizda ismingizni eshitsangiz, bu jin bo'lishi mumkin. Har soniyada dunyoda 2 kishi o'ladi. Ko'pincha arvohlar faqat oynada ko'rinishadi. Jinlar ko'pincha bolalarning ko'ziga do'st sifatida ko'rinadi. Uyqu falajida siz tanangizni qimirlata olmaysiz va sizni kimdir bosib turganday bo'ladi. Dunyodagi eng qo'rqinchli film bu Veronika. Klaustrofobiya bu tor joylardan qo'rqish kasalligi. Ruhlarni haydab chiqaruvchi odam nomli kino Oscar olgan. Siz ayni damda o'tirgan joyingizda tarixda kimdir vafot etgan bo'lishi mumkin. Hayvonlar jinlarni ko'rish qobiliyatiga ega bo'lishadi. Agar siz qora tuynukka yaqin borsangiz, u sizni molekulalaringizgacha maydalab tashlaydi. Siz uxlayotganingizda tanangiz atrofdagi hid va ovozlarni sezishda davom etadi. Zombilar haqidagi viruslar real hayotda ham bor, faqat chumolilarda. Qora o'lat kasalligi 14-asrda 200 million odamni o'ldirgan. Dunyodagi eng mashhur jin chiqaruvchi o'yin Ouija doskasi deb nomlanadi. Xitoyda odamlar ko'zga ko'rinmas ruhlardan himoya qilish uchun eshiklar oldiga qizil mato iladilar. Bolalar jinlarni kattalarga qaraganda ko'proq ko'rishadi. Har yili Yaponiyada 100 mingdan ortiq odam ataylab jamiyatdan yashirinib olishadi va ularni hech kim topolmaydi. Ba'zi o'lik jasadlar muzlaganidan keyin harorat ko'tarilganda to'liq qimirlay boshlaydi. Dunyodagi eng qo'rqinchli qamoqxona Braziliyada joylashgan va u Karandiru deb nomlanadi. Ba'zida sizni kimdir chaqirgandek bo'ladi, ammo atrofda hech kim bo'lmaydi. Odam miyasi gallyutsinatsiyani shunday real qila oladiki, u odam arvohni yoki ovozni haqiqiy deb qabul qiladi. Narkoz holatida odamlar o'z jasadidan chiqib ketishadi. Qorong'ulikda ko'p qolib ketgan odamlar ko'zlari ochiq holda tush ko'rishni boshlashadi. Biz qorong'ulikdan emas, undagi yashirin narsalardan qo'rqamiz. Telefoningizdagi mikroblar hojatxona unitazidagi mikroblardan ham ko'p. Okeanlarning 80% qismi o'rganib chiqilmagan va u yerda biz bilmagan mavjudotlar yashashi mumkin. Agar sizga noto'g'ri guruh qon quyilsa, sizda o'lib qolishdan xavotirga tushish hissi paydo bo'ladi. Olmaxonlar o'txo'r hayvonlar emas. Ular juda och bo'lganlarida bir-birlariga hujum qilishadi va yeyishlari mumkin. Kobralar baqira oladi, ammo ularning ovozini juda kam foiz odam eshita oladi.
Qora bozorda organlarni sotish uchun Tanzaniyada 29 ga yaqin albinos bolalar o'ldirilgan. 1995-1997-yillarda Shimoliy Koreyadagi og'ir ocharchilik paytida dehqonlar odamlar tanasini qazib olib yeyishgan. Qadimgi zamonlarda qullarning bahosi bir qop tuz bo'lgan. Har yili okeanlarga tashlanadigan axlatlar miqdori u yerda ovlanadigan baliqlar miqdoridan ko'p. Har yili 250 mingga yaqin amerikalik erkaklar xotinlari tomonidan kaltaklanadi. Urg'ochi kenguru ko'plab bolalarga ega bo'lsa, ulardan faqat bittasini tirik qoldiradi. Dunyoda deyarli 210 millionta yetimlar bor va ularning 15% 18 ga to'lmasdan o'z joniga qasd qiladi. Ruminiyadagi Bachu o'rmoni dunyodagi eng qo'rqinchli o'rmon deb topilgan. Barmoqlaringizni siz sabzi kabi osongina yeyishingiz mumkin, ammo bunga miyangiz yo'l qo'ymaydi. Dunyodagi eng xavfli hayvon Nil timsohi hisoblanadi. Dahshatli filmlarga infratovushlar qo'shiladi. Biz uni eshitmaymiz, ammo his qilamiz. Ilonlar orqali har kuni 300 ga yaqin inson vafot etadi. Xitoyda cho'kayotgan odamni qutqarish taqiqlanadi, chunki bu uning taqdiriga aralashish deb hisoblanadi. Yaponiyada o'limga hukm qilinganlarga o'lim sanasi aytilmaydi. Har kuni 22 mingga yaqin bola qashshoqlik va ochlikdan vafot etadi. Inson tanasi chirib ketganidan keyin ham 100 yillab tishlari saqlanib qoladi. Meksikada 1-noyabr kuni o'liklar festivali o'tkaziladi. Amazon o'rmonlarida odamxo'r qabilalar juda ham ko'p. 12% odamlarning tushlari oq va qora hisoblanadi. Birinchi qo'g'irchoq inson terisidan tikilgan. Soyasi qora mushuklarni erkalamang. Tashlandiq uylarda jinlar ko'p bo'ladi. Ayollar erkaklarga qaraganda ko'proq qo'rqinchliroq tush ko'radi. Sizning ongingiz hatto uxlab yotganingizda ham kimdir qarab turishini sezadi. Halloween bayramida haqiqatdan ham o'ldirib ketishlari sodir bo'ladi. Annabella kinosi hayotdan olingan. Chexiyaning Sedle Austri cherkovi odam bosh chanoqlari bilan bezatilgan. Filippinda tobutlar osib qo'yiladigan joy bor. Dunyodagi eng qo'rqinchli joy bu Amerikaning O'lik vodiysi hisoblanadi. Robert nomli qo'g'irchoq dunyodagi eng qo'rqinchli qo'g'irchoq hisoblanadi. Shom vaqtidan so'ng jinlar ko'chada yurishadi. Tushingizda balandlikdan yiqilib tushsangiz, miyangiz o'limdan keyin nima bo'lishini bilmaysini uyg'otib yuboradi. Troxler effekti deb nomlanadigan hodisa bor va unda odamlar ko'zguda hayvonlarni ko'rishadi. Kotard sindromida bemor o'zini to'liq o'lik his qiladi. Qadimda jallodlar kasbini o'zgartirishi mumkin emas bo'lgan. Ularning bolalari ham majburan shu kasbni bajarishgan. Dunyoda 100 mingdan ortiq yakuza jinoiy guruhlari mavjud. 1900-yildan hozirgacha 17 mingta odam tish tozalagich sababli o'lgan. Eng taniqli jinoyatchilarning 76% Amerikada tug'ilgan. Parijda 6 million jasad ko'milgan qabriston bor. Dunyodagi eng jinoiy shahar Markaziy Afrikadagi Nikaragua shahridir. Odamlar har yili taxminan 70 milliard hayvonni o'ldiradilar. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada keyingi 100 ta fakt kim haqida chiqishini yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.